Bismillahirrahmanirrahim. Fir'avin aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib uningga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahardagi chig'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun oldin planlagan hilanglar ekan. Sizlar beshinglarga keladiganni uzoqqa qolmay bilib qolasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni o'ng so'l qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesib tashlayman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a osaman." Sehrgarlar aytdi: "Biz zodi Robbimizga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Robbimizning oyatlari bizga kelgan hamon uningga iymon etganligimiz uchun ayblayapsan. Ey Robbimiz, bizga sabr ato qilgan, bizning jinimizni musulmon holatimizda olgin." Fir'avin qavmining katta boshlari Fir'avinga Musa bilan uning qavmining yer yuzida buzg'unchilik qilishiga, seni va sening ilohlaringni tashlashiga yo'l qo'yamsan dedi. Fir'avin ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatga selishga qoldiramiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga: "Allohdan madad tilanglar, chidamliq bo'linglar. Yer yuzi haqiqatan Allohningdir. U bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni uningga varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir" dedi. Ular: "Sen bizga payg'ambar bo'lib kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik" dedi. Musa: "Robbinglar dushmaninglarni halok qilib, yer yuzida ularning o'rniga cho'qim sizlarni dasitib, sizlarning qandoq ish qiladiganliginglarga qaraydi" dedi. Shaksizki biz Fir'avin va uning tavobiatlarini ibrat olsun deb, ularni qahatchilik bilan mevalarining husulini kamaytib etish bilan sinadik. Ular agar biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, bu Musa va uning bilan birga bo'lganlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan shumliq Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Ular: "Sen bizning ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz" dedi. Biz ularga kalkun, chekatga, pit, paqa, qon ofatlarini up-uchuq mo'jiza qilib avatdik. Shundaqdimi ular iymon etishdan bosh tortdi va gunohkor qavmga aylandi. Ularga ofat kelgan chog'da ular: "Ey Musa, sen Robbingga uning sana ato qilgan ahdisining hurmati bilan biz uchun duo qilgin. Qasamki, agar bizdan ofatni ko'tarvassang, sana cho'qim iymon etamiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Biz ulardan ofatni ularni halok qilish uchun belgilagan muayyan muddatgacha ko'tarayotgan chig'imizda ular shu hamon va'dasini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganligi va u oyatlardan g'ofil bo'lganligi uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'zaq qilingan qavm Isroil avlodini biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq va g'arb taraflariga varis qildik. Isroil avlodi sabr qilganligi uchun shu zamonga hukmdor qilishdan iborat Robbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avin va uning qavmining salgan imoratlarini va bino qilgan bog'u bo'stonlarni vayron qilib atdik. Biz Isroil avlodini dengizdan o'tkazib atdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yendan o'tganda: "Ey Musa, bizgami ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin" dedi. Musa: "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar" dedi. U butparastlarga kelsak, shaksizki ularning botil dillari halokatga mahkumdir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa: "Alloh sizlarni jahon ahlidan ustun qilgan tursa, sizlarga Allohdan boshqa iloh izdamdiman" dedi. O'z vaqtida sizlarni Fir'avinning qavmidan qutqizgan edik. Ular sizlarga qattiq azobni tetiklatdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi, qizlaringlarni ishiltishga elib qolatdi. Buningda Robbinglarning sizlarga cho'ng siniqi bor edi. Musaga 30 kechini o'tkazgandan keyin so'zlashishni va'da qilgan edik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Robbingning va'da qilgan vaqti to'liq 40 kecha bo'ldi. Musa qirindishi Harunga men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turgan, ularning ishini tuzigin, buzg'unchilarning yo'liga agashmagan dedi. Musa biz va'da qilgan vaqtda tur teg'iga kelgan
va Robbi uningga bevosita so'z qilgan chog'da ey Robbim menga o'zingni ko'rsatgin sana bir qarib olay dedi. Allah sen meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, lekin taqqa qarg'in, agar tog' o'rnida mahkam tura olsa meni ko'ralaysan dedi. Robbi taqqa tajalli qilish bilan tog'ni to'p-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, ey Robbim sen poktursan, sana tavba qildim, men qavmim ichida sana iymon etquchilarning tunjisiman dedi. Allah aytdi, ey Musa men haqiqatan seni kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Men sana ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Biz uning uchun Tavrat taxtalariga vaz nasihat va diniy ahkomlarning hammani tafsili yozdik va dedikki, ey Musa uni mahkam tutqin hamda qavmingni bularning eng yaxshisiga amal qilishga buyurgin. Pat arada sizlarga fosiqlarning diyorini ko'rsataman. Yer yuzida yo'lsizlik qilib takabburlik qiladiganlarni mening oyatlarimni tushunishdan yiroqlashtiraman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami uningga ishonmaydi. Ular to'g'ri yo'lni ko'rsa uningda mangmaydi. Ozg'unlik yo'lini ko'rsa uni o'zining yo'li qilib oladi. Buning sababi ularning bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganligi va uningdan parvosizligidandir. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi uchrashishni yolg'onga chiqarganlarning qilgan yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilmishlariga yarasha jazo beriladi. Musaning qavmi Musa Tur tig'iga ketgandan keyin o'zining sibu zinnatlaridan mo'raydigan bir mo'zay haykalini yasab chiqdi. Ular bu mo'zayning ularga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni mabud qilib olib, o'zlariga zulm qilguvchilar bo'lib qoldi. Ular pushaymon qilgan va o'zlarining rostilla ozg'anligini tushungan chog'da, agar Robbimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz dedi. Musa g'azablangan va ichingan holda qaytib kelib qavmiga, men yo'q chog'da mo'zayga cho'qinib bakmi yomon ish qilibsizlar ha. Robbinglarning amrini kutmay oldirib ketdinglarmi dedi. Va g'azabdan Tavrat taxtalarini yerga tashlab, qarindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Qarindishi Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi, meni o'ldirvatgili tas qoldi, meni dushmanlarga kulki qilib bermagin, meni mo'zayga cho'qingan zolim qavm qatorida sanamag'in." Musa aytdi: "Ey Robbim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen shafqat qilguvchilarning eng shafqatlikisan." Shaksizki mo'zayni mabud qilib olganlar Robbining g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Yolg'onni to'qib chiqquchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarga kelsak, shaksizki Robbing ularning bu tavbasidan keyin albatta bak mag'firat qilguvchidir, nihoyat rahim qilguvchidir. Musa g'azabi besilganda yerdagi Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Robbidan qo'rquvchilarga hidoyat va rahmat qilinganligi yozilgan edi.